Chorsu o'pdim. Hammaga assalomu alaykum. Chorsu bozoridaman. To'g'risi nimalarni ko'rsatishni bilmay turibman sizlarga. Podrяд ketma-ket hammasini ko'rsataveraman. Sizlardan qoladigan gap, sizlar qaysi narsalar ko'rishni xohlaysizlar, hammasi haqida menga aytib turinglar. Mana janoqi olma 10.000 so'mdan. Mana bu o'ringlar ham 10.000 so'mdan ekan. Mana bu shoptollar 20.000 so'mdan. Mana bulari bo'lsa 25.000 so'mdan. Mana giloslar, mana shu giloslar 25.000 so'mdan ekan. Bunisi ham 25.000 so'm. Mana bozor mana shu avtobus bekatida bo'lyapti. Mana shu tarvuzlar 2.5 so'm qilib beryaptilar. Mana tarvuzni tozasi. Mana pomidorlar 15.000 so'm. Mana bodring 3.300 so'mdan bo'lyapti 1 kilosi. Mana shu bodring 4.000 so'mdan. Baqlajonlar mana 8.000 so'm. Bolgarskiylar 13.000 so'm. Mana bu nonlarni qaranglar. 5.000 so'm. Mana bu Pikas navi kartoshkani eng xo'rozi. 7.000 so'm bo'lyapti kilosi. Mana shu kartoshkalar 7.000 so'mdan. Mana piyozlar 5.000 so'm. Mana bu piyoz 5.000 so'm. Mana shu jonoqlar 15.000 so'mdan. Mana xandaliklar 10.000 so'm donasi. Mana gulkaromlar donasi 10.000 so'mdan. Buni kilosi 10.000 so'mdan. Mana buni kilosi 5.000 so'm. Bunisi 10.000 so'm, lovlagi 8.000 so'm. Sabzilar 10.000 so'm bo'ldi. Instagramga. Mana olchalar 12.000 so'm bo'pti. Mana gulkaromlar 10.000 so'mdan. Qadrli o'rtoqlar, aralashib quralashib ko'rsatdim. Nimalar qiziqtirsa izohlarda qoldiringlar. Men harakat qilaman javob berishga. Qatdan kuzatyapsizlar. Izohlarda qoldiringlar. Mana avtobus bekatidagi obzorim o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' bo'linglar.